Airbag trenajyori hamma uchun emas. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi bu airbag trenajyori og'ir kardio trenajyor hisoblanadi. Bunda MMAchilar, bokschilar, kardio qiladiganlar, ya'ni crossfit mashqlarini bajaruvchilar bu trenajyordan asosan muntazam shug'ullanib kelishadi bu trenajyorda. Sababi bu intensiv kaloriya ketkazadigan, vesagonka jarayonida, ves tashlaganda yoki deb bo'lmasam o'pka mashqlarida chidamlilikni, vynostlikni oshirishda yordam beradigan trenajyor hisoblanadi. Bu trenajyor birinchi obzorni qilib o'tib ketadigan bo'lsak, bu S3 modeli hisoblanadi. Bu modelimiz 150 kilogacha bo'lgan versiya bemalol ko'tara oladigan bo'ladi. Ramalari po'latdan ishlangan, tablosida puls, kaloriya, skors, kilometraj, vaqt hammasini NMP'largacha ham ko'rsatib turadigan modelimiz hisoblanadi. Bundan tashqari o'zini ruchnoy programmalari ham bor. Kaloriyaga qo'yib, vaqtga qo'yib yoki deb bo'lmasam masofaga qo'yib bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. O'rtacha intervallargacha ham ko'rsatib beradi. Asosan sport zallarga, lekin uyga qo'yadigan bo'lsanglar bemalol foydalana olasizlar. Endi bu trenajyor kimlar uchun tavsiya qilinmaydi degan savol o'rtaga tashlaydigan bo'lsak, qon aylanish sistemasi, ya'ni yuragida muammosi borlarga, nafas olish sistemasida muammosi bor insonlarga hamda tayanch harakatlanish sistemasida muammosi bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Endi birma-bir ochib chiqamiz. Agar yuragida insonni parok bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir muammosi, insult, infarkt o'tkazgan bo'lsa, bu trenajyorda shug'ullanib qo'yadigan bo'lsa yoki deb bo'lmasam o'pkada astma bo'ladigan bo'lsa yoki o'pkada ayrim virusli kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu trenajyorda foydalangan paytimizda o'pka ham, yurak ham o'zini normal ishlash holatida ancha tepaga chiqadi hamda rezki pastga tushib ketishi hisobiga odamni mazasini qochirib qo'yishi mumkin. Rangini oqartirib, nafas yetishmay qolishi mumkin, sovuq teri bosishi mumkin. Shu sababli ham professional bo'lmagan insonlarga tavsiya qilmaymiz. Agar siz sog'lom bo'ladigan bo'lsangiz, asta-sekinlik bilan bu trenajyorda foydalanishni o'rganib, professional darajaga chiqishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'rtacha trenovkani amalga oshirib boradigan bo'lsangiz, o'zingizlarning sport formularini yanada yaxshilab olishingiz mumkin. Endi bu trenajyorda qanaqa asosan mashq bajariladi? Bu trenajyor o'zida bego'y daraja yoki trenajyorga o'xshab soatlab yoki 30 minutlab o'tirib shug'ullanilmaydi. Buni o'zini ketma-ketligi, o'zini odobi bor. Bu trenajyorda asosan boshqa mashqqa qo'shib alternativ sifatida yoki deb bo'lmasam yordamchi trenajyor sifatida foydalanib ishlatganingiz yaxshi. Misol uchun setli ishlaymiz, crossfit qilgan jarayonda yoki boks mashg'ulotlarida общий fizический подготовка, ya'ni UFP ishlatganimizda ham bu trenajyor bizga yordamga kela oladi. Arqon sakrash mashqi, bo'y seni mashqi, bundan tashqari boshqa siloviy mashqqa qo'shib 3 daqiqa yoki 5 daqiqalik raund o'rnida bu trenajyordan foydalanib ishlatsak bo'ladigan hisoblanadi. Sizlarga ham shunaqa sifatli hamda ishonchli trenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Power Gym har doim xizmatingizda bo'ladi.